Assalomu alaykum aziz gulshodalar, yashil olam kuzatuvchilari. Xo'p, mana azaliya gullari bu Xitoydagi gollandiyaniki emas. Barlarini tashlab yuborgan, stressga tushgan, chunki Xitoydan kelayotgan gullar ko'p bargini tashlab yuboradi. Ayniqsa kraton bilan shu azaliyalar, gardeniya, fikuslar bargini tashlab yuboradi. Hozir mana hammasini bargini tashlab yuborgan azaliyalar, lekin bu yerda mana uyg'onish nuqtasi, kurtaklari bor. Shuning uchun bunday kesib ko'rganingizda ham o'zi shoxida orasida mana ko'rib turibsizlar. Yashil, mana yashil joylari bor. Shu joylar bu gulda triliy belgilari hisoblanadi va mana o'zi bu yerda o'sayotgan kurtaklari ham bor. Hozir bularni hammasini qora kalish deydi, tuvakka kisli torf o'zi so'rasalaring berishadi. Verxavoy kisli torf bo'ladi. Shunga perlit aralashtirib hammasini tuvakka oldim, ko'chirdim. Mana ko'rib turibsizlar. Endi bularni karnevinga suv aralashtirib tagiga quyib chiqdim. Mana endi bularni 8-10 gradus atrofidagi haroratga olib kirib qo'yamiz. Xudo xolasa mana barglari bor. Xudo xolasa bular o'sha yangi barglar chiqarib o'sishni boshlaydi. Bu haqida ham nasib qilsa barglar chiqargandan boshlab video qilib, xudo xolasa alohida bu haqida ham barglar chiqarganda video qilib chiqaraman inshaalloh. Hozir sizlarga qisqacha foydali ma'lumot. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.